Assalomu alaykum. Humoyun Ustovuz kanalini kuzatib borayotgan hurmatli yurtdoshlar, kanalimiz obunachilari, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, sog'misizlar, salomatmisizlar aziz yurtdoshlar. Xudo xohlasa yana bir darvozamizni chiroyli qilib o'z joyiga ustanovkasini qilib berdik. Bu darvozamizni Farg'ona viloyati Quva tumaniga olib kelib zakaz bo'yicha o'rnashtirib berdik. Akalarimiz o'zlari bizni YouTube'dagi kanalimizni albatta kuzatishib borar ekan, bizga aloqaga chiqishib chaqirishganda kelib mana chiroyli qilib joylarini o'lchab ketib, o'zlari tanlab zakaz qilgan fasondagi darvozalarini olib kelib, shu bir oy deganda ustanovkasini qilib berdik. Albatta videolarimizni oxirigacha ko'rsalang aziz yurtdoshlar, darvozamiz bo'yicha ma'lumot berib o'tamiz. Darvozamizni qanaqangi temir mahsulotlaridan foydalanilgan, kvadrat metri necha puldan tayyorlab ustanovka qilib berdik, qanaqangi kraskalar sepildi. Hozirgi kunda temir darvozalarning 1 kvadrat metri necha puldan necha pulgacha bo'lyapti. Albatta darvoza qo'ydirish niyatida yurgan aka-ukalarimizga, yurtdoshlarimizga kerak bo'ladigan ma'lumotlarni berib o'tamiz. Hurmatli yurtdoshlar, bu darvozamiz razmeri eniga 3.40, bo'yiga 3.90 razmerda bo'ldi. Darvozamiz hurmatli yurtdoshlar 2 listda, pilisovoy listda yasalgan bir qavatlik. Hozirgi kunda juda ko'p yurtdoshlarimizga ma'qul kelib turgan fasondagi darvozamizni o'rnashtirdik. Darvozamizni stoykasiga to'xtalib o'tsak aziz yurtdoshlar, stoykasi 10 ga 10lik 2.2lik stenali qalin profildan foydalanilgan va qovurg'a profillari 6 ga 4lik 7lik stenali profildan yasaganmiz. Juda ham bir chiroyli holatda bo'lib darvozamiz o'rnadi. Mana ortiqcha bir dovushlar yo'q. Ana bu daroshka joylariga, kilitka joylariga nerjavikalarni yopishtirib darvozani ideal holatda qilib ustanovka qildik. O'zlaring ko'rib mana baho berasizlar aziz yurtdoshlar. Ishlarimiz yoqsa bittadan like bosib, albatta videolarimiz kengroq tarqalishi uchun oshna-og'ayni do'stlarga podlisa qilib qo'yishni unutmaysizlar. Darvozamiz mana zamogiga to'xtalib o'tsak, Zuber zamokdan qo'yganmiz. Albatta rezinkalarigacha qo'yib, ochib yopganda darvozani ortiqcha bir dovush chiqmaydigan sifatli qilib ustanovka tayyorladik. Aziz yurtdoshlar, bu darvozamiz tepa qismi havo aylanishining hisobiga 50 sm qismini shu 2lik listda lazerda chiroyli qilib gul o'ydirib yasalgan darvozamiz. Общий summasi, dastavka ustanovkasi hamma yo'q ichida 900 ming so'mdan darvozamiz 11 500 ming so'mga kelib o'rnadi. Albatta ishlarimiz yoqsa, shunaqangi sifatli temir darvozalar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarimizga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xohlasa xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.